2008 yılı 9. ayının 10. günü Şinjan Üniversitesi'deki o'quvchi-o'quvchilar bir aziz mehmonni kutib oldi. Bu kuni xalqaro tabiiy fan sohasida zo'r zilzila paydo qilgan. Hozir Amerikada tadqiqot bilan shug'ullanayotgan biologiya olimi doktor Shuhrat Mutallib Şinjan Üniversitesining taklifi bilan bu maktabga kelib, o'quvchi-o'quvchilarga o'zining xalqaroda zo'r utuqqa erishgan tadqiqot natijasi bo'lgan turalma g'o'l hujayra tadqiqoti to'g'risida mo'l mazmun va yuqori ilmiy qimmatga ega ilmiy leksiya so'zildi. İlmiy leksiyega Şinjan Üniversitesining rahbarlari, o'quvchi-o'quvchilar qatnashgan bo'lib, yig'in zali odam bilan liq to'lgan edi. Doktor Shuhrat Mutallib o'zining eng yangi tadqiqot natijasi bo'lgan maymunning g'o'l hujayrasini klonlash tadqiqotini tushunishli qilib so'zlab, yig'in ahlini eng yangi ham to'limi qimmatli uchurlar bilan ta'minladi. Shuhrat aka, sizni Şinjanga tunji qatim kelsingizmi? Men birinchi qatam Şinjanga kelayotganim, yomon nima xo'shal, endi hech qancha kelgan. Bugungi leksiyangizni nurg'un o'quvchilar qizg'in kayfiyatda ko'rdi. Siz buni ko'rib qanday ta'sirotda bo'ldingiz? Endi bugun men ko'rib shuncha nurg'un studentlarni teg'im xo'shal bo'ldim. Shu albatta deb aytdim, mening mana shu eng yaxshi kunim 47 yil umrimda. O'quvchilar naq maydonda so'zlangan tadqiqot temasi va o'zlari qiziqadigan masalalar to'g'risida Shuhrat Mutallib bilan qizg'in fikr almashtirdi. Bir tarafdan o'quvchilarning ingliz tilida ravon so'ragan savollari olimning qiziqishini qo'zg'asa, yana bir tarafdan olimning ularga bergan tushunishlik ham qiziqarli javoblari zal ichi kayfiyatini yuqori pallaga ko'taribdi. Oxirida Şinjan Üniversitesining muavin mudiri Hamid Himid doktor Shuhrat Mutallibni Şinjan Üniversitesining faxriy professorligiga taklif qilganlik guvohnomasini tarqatib berdi. Şinjan Üniversitesining o'zimi mamlakat tarziga cho'ng maktab bo'lgandiki, albatta bizmi xalqarodagi mushuna taniqli shaxslar bilan ilmiy jihatga muhokama qilib qolsak, mushu soha tadqiqotni bir daraja yuqori ko'tarsak degan mushundaq fikrda. Endi bu turdan tortib bu odamning natijalarini anglagandan keyin bizda bir istak bo'ldi. Mush odamni bir chaqirib akelalamizmi deb. Biz bu yil yozda bu kishiga taklif etdik. Taklif etgandan keyin o'zim nihoyat qizg'inlik bilan qabul qildi. Bu kishi bilan so'zlash jarayonida bu kishiningki kelgusida biz bilan o'zaro olimlarni almashtirish, o'zaro o'rtaq xalqaroliq yoki davlatlik tadqiqot temalarini iltimos qilish, o'zaro o'quvchi almashtirish. Hattoki imkoniyat bo'lib qolsa o'quvchilarga shu o'qish pul ta'minlash qatorliq nurg'un sohalarda o'zining nihoyat qiziqadiganligini deb berdi. Men ishonima mana mushundaq cho'ng xalqaro darajalik olimlarningki rayonimizga, jumladan universitetimizga ko'plab kelishi bilan bizningki yosh o'quvchilarimizning ham mushu sohada tadqiqot olib borayotgan olimlarimizningki bundan keyingi nurg'un qiziqishlari qanoat topadi deb o'ylayman. Bugun Şinjan Üniversitesida Shuhrat Mutallibning leksiyasini anglagandan keyin qanday ta'sirot keldingiz? Biz bu leksiyani Shuhrat akamiz kelishdan burunlam bunda leksiyaning borligini anglagan. 2 soat burun kelsakmi, lekin yana shu yerda o'rin yo'q holatda bo'lib qoldik. Shuhrat akamizning bugun so'zlagan leksiyasidan Shuhrat akamizning qilayotgan ishining haqiqatan nihoyat cho'ng ish ekanligini hamda bundan keyin o'zimning kasbini men cho'qim tirishsam, o'zim o'ylagan nishonga yetalayotganman deb o'zimga ishonchim texmashdi. Biologiya olimi doktor Shuhrat Mutallib 1961 yili 8 ayning 19 kuni Qozog'iston Cumhuriyeti Almuta shahrida Uyg'ur oilasida tug'ilgan. Keyin ota-onasi bilan birlikda Almutaning yaqin atrofidagi Avat rayoniga ko'chib kelib, boshlang'ich va o'rta maktabni ruscha o'qigan. U 1987 yili Moskvadagi Timur Asev Yezgilik Fanlar Akademiyasida ko'pish biologiyasi ilmi bo'yicha magistrlik unvoniga erishgan. 1989 yildan 1993 yilgacha Moskva tibbiy irsiyat ilmiy tadqiqot markazida g'o'l hujayra ilmini tadqiq qilgan va irsiyatshunaslik yo'nalishi bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. Shuhrat Mutallib 1993 yildan 1995 yilgacha Moskva tibbiy irsiyat ilmiy tadqiqot markazida tadqiqotchi bo'lib ishlagan. 1995 yili Germaniyaning Muanstar universitetiga kelib, g'o'l hujayrasi va gen taraqqiyoti biologiyasi bo'yicha postdoktorlik bo'yicha ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan.
U 1995 yildan 1998 yilgacha Amerika Utah Universiteti hayvonot, mol doktorluq va sut mahsulotlari bo'limida postdoktor tadqiqotchi bo'lib xizmat qilgan. 1998 yildan hozirgacha Oregon shtati Sog'lomlik va ilm-fan universiteti, Oregon shtati davlatlik primatlar turidagi hayvonotlar yadro ko'chirish va g'o'l hujayra tadqiqot markazida muavin mudir, tadqiqotchi bo'lib ishlamoqda. Undaqda bizga o'qish tarixingiz va o'sib yetilish jarayonining to'g'risida qisqacha so'zlab berasiz? Men tug'ilgan yerim buni G'aljat degan jut bormaydi, yaqin G'o'jga yaqin jut. Ishada men tug'ilib 7 yoshgacha momamning babamning qo'lida turgan. Maktabda o'qiyotganda biologiyani shunday yaxshi ko'rdim. Nurg'un o'qitdim, yozgan kitoblarni shu vaqtda deb shu Nimbus Science ishlasam deb xastim bo'ldi. Men 79-yili graduate schoolga tushib, shu vaqtda men studentni shu vaqtda men shu nimani boshlagan. Hozir ishlayotgan temalarimni. Doktor Shuhrat Mutallib 10 necha yildan buyon turalma g'o'l hujayra ilmida tadqiqot elib berayotgan bo'lib, u rahbarlik qilayotgan tadqiqot guruhi hujayra yadrosini ko'chirish texnikasidan foydalanib, maymun turalmasini muvaffaqiyatli klonlab chiqqan. Turlar klassifikatsiyasida maymun odamga o'xshash primatga, ya'ni yuqori darajalik sut emguvchi hayvonga tava. Bu olimlarning tunji qatim primatlar turidagi hayvonotlarning turalmasini klonlab chiqishidir. Olim Shuhrat Mutallib yetakchilik qilgan tadqiqot guruhi 10 yoshlik resus makak maymunning turalmasini muvaffaqiyatli klonlab chiqqan. Hamda 20 klon turalmasidan 2 turkum turalma g'o'l hujayrasini muvaffaqiyatli yetishtirib chiqqan. Ular yana tajribaxonada klon turalmasidan yetilgan maymunning yurak hujayrasi va miya nervlarini yetishtirib chiqqan. İlgari klon sahasidagilar birdek primatlar g'o'l hujayrasini klonlashda büsüp o'tkilib bo'lmaydigan to'saqqa deb qaragan edi. Doktor Shuhrat Mutallibning bu to'saqni büsüp o'tishi odam turalmasini klonlashni mumkinchiligiga ega qildi. Shuhratga hozir o'zingiz ishlatgan tadqiqot temangizni bizga oddiy qilib qisqacha tunishtirib berasiz? Bir genni shuning funksiyasini nima qilgan tepish uchun o'sha genni yo'qotib etib, mümkün şu klon çıkarıp qarayımızda nemsi yetmeydi. İşte qıp şu her bir genniki fonksiyasını demizde fonksiyası qanday nem qildi işte bir texnologiya chiqaryapmiz. Şu adamniki maymunlarniki genleri her türlü genleri nem qildi, buniki fonksiyasi qanday deb şu bir nemde yo'llarni bilish. Dedim yana bir yangi laboratoriya ichayotman hozir. Şu adamniki g'o'l hujayratin qilgan biz hozir shu maymunlarning kimsini qilib model qilib yaxshi ishlab chiqadi. Shuni endi biz odamga ko'chirish